Bugun sizlar bilan Mr. Swezi. Bugungi videomiz savdogar hamda savdogar videosini boshladik. Salom do'stim, qandaysan, yaxshimisan? Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Men hozir bankdan kredit rasmiylashtirishim kerak edi. Hujjatlaringiz va pasportingizni bersangiz. Mana. Xo'p, rahmat, to'g'ri. Sizga qancha kredit kerak? Men imtiyozga mototsiklni bo'lib olmoqchi edim. Xo'p, sizga shu qancha kerak? Pulni ayting. Shunga qarab chiqarib beray. 30 ta emerald kerak. 30 ta emerald. Xo'p, hozir rasmiylashtiring. Hop. Hozir men bankomat bankomatingiz ishlamayapti-kana bugun. Faqat men turibman bugunchalik. Yangi ishchiman-da. O'rgatib ketgan. Keling. Keldim. Hozir sizga olib chiqib beraman. Mana hurmatli mijoz. Olsangiz, 64 ta bo'lsa ham mayli. Xo'p emasam, hozir. Bo'ldi, menga shuncha yetadi. Mana 64 ta. Rahmat sizga. Necha oyga endi bu kredit? 12 oyga. 12 oygacha muhlat beramiz. Xo'p, mayli, sizga rahmat. Xo'p, 12 oygacha olib kelmasangiz 2 barobar bo'ladi. Xo'p. Alo do'stim. Alo. Qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Bugun bir bayk sotib olmaymizmi? Farqi yo'q. Men o'sha kutubxonada edim. Qaysi kutubxona? Bankda yonidagi kutubxonada. Bo'ldi, hozir boryapman. Seni ko'rdim. Sakrab turibman men. Ko'rdingmi meni? Bo'ldi, ketdik. Qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Sotuvchining oldiga boramiz-da, hozirgi eng zo'r model bayk sotib olamiz. Assalomu alaykum sotuvchi. Assalomu alaykum akalar, xizmat nima ekan? Bayk sotib olmoqchi edik. Bayk? Hop, ichkariga kiraveringlar. Men sizlarni bayklarim bilan tanishtiraman. Hop. Bu Kupider baykimiz birinchi bo'lib to'lash oyiga bo'lsa bu 1500 emeralddan boshlanadi. Shunday sotib olish. Agar haftalik qilmoqchi bo'lsangiz 64 ta emerald bo'ladi. Agar shunday sotib olishni xohlasangiz bu 12000 emerald. Hop, mana sizga men haftalik beraman 64. Hop. Siz bu to'lovni kechiktirmasdan to'lashingiz kerak. Hop. Haydashingiz mumkin. Rahmat sizga. Hop, do'stlar, agar nima xizmat? Menga ham bayk kerak edi. Sizga ham xuddi eshitganingizdek shartlar o'sha. Hozir men sizga beribman. Agar tilloda 64 ta to'lasangiz, sizniki уже 6 oylik bo'ladi va 128 ta tillo 12 oylik bo'ladi va siz butun umr sotib olishingiz mumkin. 128 ta tilloga butun umr. Okey, men. Ana jo'ramnikin yarmini ham olib qolasiz, xo'pmi? Hop, bo'ladi. Yur do'stim. Hop, mayli, olib ketishingiz mumkin. Tashqarida bor ekan. Ikkalamiz ham qutuldikmi? Yarim oyliklaringizdan bemalol qutuldingiz. Yarim oylikmi? Yana bitta 64 ta oltindan keyin butunlay qutulasiz. Menga mana shuni olib qo'ying bo'ldi. Hop, rahmat. Qaytimi kerak emasmi? Yo'q. Rahmat, aka. Rahmat, sog' bo'linglar. Ketdik, jo'ra. Agar kimdir Minecraft o'ynasa, mana sotuvchi akamiz bor. Yaxshi narxlarda qilib beradi. Ketdik. Endi yur, sen bilan bir suhbatcha bor. Qayerda o'tiramiz? Parkovkaga kel. Bo'ldi. Zo'r bo'ldi-ya, jo'ra. Yaxshi bo'ldi. Xo'sh, men magazinimni yopmasam ham bo'lar, o'zim ham bir aylanib kelay. Qara, endi biz ishlashimiz kerak.
Как раз men yangi bank olganman. Sen Hozir boya ana shu yerga borib kredit olsan-ku, yur ana shuni yopib kelamiz. yo'q, birinchi o'rinda biz ish topishimiz kerak. Ikkalamiz ham ishku. Hop. Endi ish beruvchini izlashimiz kerak. Asli bu akam banki edi. Hozir to'xtab tur. Balki akam bankidan kredit olsam to'lab beraman. Bir shaharni aylanib ish so'rab chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib krediting to'lab olaylik. Shu yerga bankka tashab ketinglar deganmiz. Ichkarining eshigini ochib. Bo'ldi. Assalomu alaykum aka, sizga bitta gap bilan chiqdim. Ha, allo, assalomu alaykum aka. Men eshitib qoldim, mahallada siz ish qidirib yurgan ekansiz. Ha, ish qidirib yurgandim. Istasangiz men o'sha mashhur bayk sotuvchiman. Ha, Xohlasangiz meni ofisimda ishlashingiz mumkin. hop. O'sha oyiga haftasiga olmoqchi bo'lsangiz $300 bo'ladi. Ya'ni u 64 ta emerald. Agar oylik olmoqchi bo'lsangiz 128 ta emerald, ya'ni $1200 bo'ladi. Hop, mayli, biz rozimiz. Men lekin bir o'zim emas, sherigim ham ishlaydi. Agar bunday bo'lsa, sherigingiz bilan ikkalangizga $750 dan oyga beraman. Hop. Ketdik. Jo'ra, Hozirdan Ish ham topildi. ishlashingiz mumkin. Jo'ra, Ha, men sening kreditingni yopib qo'ydim. rahmat. Ketdik endi. To'xta, chekkaroqqa qo'yib qo'y baykimni. Xo'sh. Hoppa. Managa o'tirib olamiz. Bayklar rosa ko'p ekan-a? 14 ta bayk bor ekan. Jo'ra, yomon ham uyqu kelib ketdi. Boshqa telefon qichi. Allo, boshliq. Allo, nimaga? Biz bugun erta chiqsak bo'ladimi? Hop, bo'lmasa hozir soat 8 bo'libdi, ya'ni yarim soat 8:30da o'zlaring magazinni qulflab, kaltini yashirib ketaverishlaring mumkin. Hop, boss. Eshitdingmi ana? Yarim soatdan keyin ketamiz. Hop. Do'stim, eshitdingmi? Yarim soatlardan keyin ketamiz. Shahar oqshom endi tinch bo'lmaydi. Hamma aytadi, biz shahar tanimaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bu yerda ishlaymiz. Kel do'stim. Mototsiklaring qanchadan? 12 ming. Ha, 12 mingmi? Turshi. Men senga hozir 12 ming ko'rsataman. Qanaqa 12 ming? Qoch! 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 Ay. Do'stim, qoch! Hamma pul meniki. Yo'q. Tegimman. Ay. Qanaqa seniki bo'lishi mumkin? Qura bu yerdan. Yo'qol. Politsiyaga telefon qilding. Qoch. Politsiyaga telefon Baxti. qil. Yaxki. Mototsiklni o'g'irlamasin, o'g'rini ushla. Ushla o'g'rini. Uribman. Qochib ketdi. Xo'jayinga endi nima deymiz? Ay, Bu videoni qonim. to'xtat, ertasi kuni deb endi. Ay, qonim, ay. Kecha oqshom yomon bo'ldi-ya. Hushimizdan ketib, qolib ketibmiz. Yaxshi bo'lsa kerak. Qani? Yashirinamiz, yur. Sizlar bolalar. Assalomu alaykum, boss. Ana qani sen do'sting yashin bo'lgan? Amanikasan? Qanaqti? Assalomu alaykum, xo'jayin. Xo'sh, daxotlar qanday bo'lyapti? Kecha kechqurun ikkita bola keldi ekan, bizni do'pposlab 5 Nima deysan? 5 Sandiq ichida yarim pul yo'q-ku. Endi sen buni butun yil ishlab ham topolmaysan. Boss, biz buni atayna qilmadik. boss bo'ldi Nimaga beraman. qaramading? Boss, ana shu pulni beramiz, urmang faqat. Ishlab beramiz. Tekinga ishlab beramiz. 6 oylik maoshlaring yo'q. Hop, boss. Bugungi maoshimizni bersangiz bo'ldi, keyin ishlayveramiz. Shunga ham maosh ko'rmaysan. Bugungini bering, biz kvartirada gaplashib kelaylik, boss. Iltimos. Ikkalangga ham 12 emerald yetadi. Hop. Xo'p. Ikkalangga bitta qilib beraman. Hop, boss. Bundan keyin mendan oylik so'rama. Xo'p. Hech bo'lmasa 64 emerald bering. Bo'ldi, yur. Bor, tushingni ham ko'rmaysan. Ketdik. Qornim yomon og'riyapti, bor-ku. Ketdik, orqamdan yur. Yaramaysizlar. Kvartira beruvchi. Do'stim, lekin menda pul bor, ortiqcha. Yaxki, mana yerda gaplashib olaylik. Ortiqcha pulim bor meni. O'tir. Mana yerda o'tir.
Kel. Xo'p. Daryoni oldida gaplashib o'tiramiz. Kechagi bolalar qoch. Kechagi bolalar. Qani? Mana uni ushla, yur. Orqasidan Ketdik. qo'y o'g'rini. O'g'ri keldi, o'g'ri. Ketdik. Qo'ymaslik kerak bu safar. Mana shuni deb tayoq yedik. Ketdik. Bu orqasidan. Orqasi bu yoqqa sen yaramaschi. To'xta. Qoch. Sen deb bo'ston tayoq yedik. Qo'limga boltamni ushlay. Orqasidan qo'y. Qo'yapman. Yoqqa, o'g'ri. Ha, tushingga ham yetolmaysan menga. Ushla o'g'rini. Kelyapsanmi? Mana bo'ldi, urilib qoldi. Voy. Bu yoqqa maras. Qoch. Qochyapti, yur. Voy, mashinam benzin tugab qoldi. Ha, bolajonlar, sizlar meni tutaman deb o'yladilaringmi? Hozir yashab savut qiling. Ketdik. Bo'ldi, savut bo'ldi. Qochyapti. Bu yoqqa o'g'ri. Yaramas. Sen deb tayoq yedik. Ishdan ham haydaldik. Kvartiraga kirib ketmasam bo'lmaydi. Urilgan. Qoch. Endi qochishim kerak. Qoch. Bu yoqqa o'g'ri. To'xta, yaramas. Tush mashinadan. Kvartirani ochinglar. Buzamiz. Ay. Baxtga. O'ldir. Ur. Ay. O'ldir yaramasdi. Qochasan endi. Yaramas. Hamma pulni qaytar. Avtomatim bor men senga. Hamma pulni qaytar, yo'q. Menda katta bolta bor, o'zim himoyalashga boltam bor. Hamma pulni qaytar, emasa. Politsiyaga telefon qil, politsiyaga. Alo, politsiyami? Qochyapti, qo'yma. Qochib ketdi yaramas. Voy, Qula orqasidan. Mana uniki, men oldimga kel. Uni bayki mana. Qochib ketdi yaramas. Orqasidan hali yetib olish imkon bor. Qani yaramas? meni baytimni olib ketib qoldi. O'g'ri. Sen bu tarafda izla, men bu tarafda izlayman. Sen sotuv markazi oldiga bor, o'sha yerdadir balki. Yetib o'tsam. Yaramas, o'g'ri. Bolalar kvartirani ochinglar. Kvartiraga qaytib tekshirib ko'rish kerak. Kvartiraga qaytamiz. Ular qutulmay. Yomon boltasi bor ekan, ishoninglar. Bolalar, meni televizor bugun yana kechib bo'lmaramizlar. Battar qilmaramizlar. Ko'radi tushuncha o'rganishim. Sen boyagi sotuv markazi oldiga qayt. Bo'l, qaytamiz, topolmadik. Ishimizni ishlashimiz kerak endi. Kvartira ham bekor bo'ldi. Baribir bir kun emas, bir kun ishlaymiz uni. Sotuv markaziga kel. Xo'p. O'chirib qo'yaylik. Qayerda-yu sotuv markazi? Men seni kutib o'tiraman. Xo'p. Xo'sh, endi men do'stimni kutib o'tirsam, hozir do'stim choy ichib kelar. Qorni ochgan ekan. Ay, yaramas bolalarga hozir men qasos olmasammi? Xo'sh. Xo'sh do'stlar, shu bilan kechqurun bo'ldi. Endi har doimgidek o'zimiz ishimizga qaytamiz. Lekin baribir yana qochib ketdi-ya do'stim. Do'stlar, shu joyda video tugadi va shu ekranda chiqib turgan kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. 100 ta likedan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Sizlar kutib qolinglar.